Aktrisa bo'lmaganimda sport bilan shug'ullanardim. Ariel. Bu qiyin. Bitta janrni tanlamasdim. Ikkita drama va komediya. Juda qiyin savol berdingiz. Ketdim. Epoxalarga ketdim. Menimcha bilmadim. Men nazarimda har bitta epoxani o'zini ham yaxshi tomoni, ham yomon tomoni bor. O'shaning uchun men nazarimda shu epoxani tanlagan bo'lardim qaytib. Mana kutilmagan savollar. Один день, bir kun. Bir kun bo'lsa, Zoya Saldana. Shunaqa aktrisa bor, ijodini juda ham hurmat qilaman. Bir kunini o'sha syomочный plashatkada anaqa qilardim, qiziqardim. Odamiylik haqida bo'lardi. Atirgul barglari. Spidermandagi anu chuv qiladi-ku, uchib yurish, o'shani tanlardim. Tezroq yetib borardim. Golubцы. Makon telekanaliga parvoz tilayman, ijodiy parvoz tilayman, omad tilayman va eng asosiysi insonlarga o'sha uylarida hamroh bo'lishiga tilakdoshman.